xil shayton bo'ladi. Bittasiga a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytsangiz qochadi. Ana haqiqiy shayton qochadi. Oyatal kursini o'qisangiz qochib ketadi. Qur'on o'qilgan joydan qochadi. Endi yana bitta shayton bor. U odamdan bo'lgan shayton. Bu odamdan bo'lgan shayton narigi jindan bo'lgan shaytondan yomon bu. Chunki bunga Qur'onni boshidan oxirigacha o'qib yorsangiz ham keyga eshitib o'tiraveradi. Kallasini likillatib, "Voh, zo'r bo'ldi, zo'r qiroat ekan." Qur'onni eshitib, nima qiladi? Qochmaydi. Bir pastur sizga 50 dan olmaymizmi? Aroq ichmaymizmi? Bu yoqqa bormaymizmi? Zino qilmaymizmi? Qimor o'ynamaymizmi? Shunaqa qilib sizni gunohga chaqiradi. Bu nargi shaytondan yomon. Nargi shaytonga haligi gap, avduni aytsiz qochadi. Ammo bu badbaxt bu qochmaydi. Shuning uchun odamni odam buzadi. Odam buzadi. Odamdan bo'lgan shaytonlar ham bor-da mana shu. Mana shular odamdan bo'lgan shaytonlar. Shuning uchun banda bir gunohdan tark qilib gunoh tashlamoqchi bo'lsa, ana shu ulbatlarni ham tozalash. Kim bilan yuribsiz? Siz ulbatingiz shaytonmi yo sizga do'stmi?